Hammaga bizda yangi devor mebel. Shu so'zda biz xo'p bu yerda dushga kirib ketadigan hod bor. Yonida bitta servant, bitta shkaf tayyorlaymiz. Xo'p, bu xonamizda ikkita shkaf, bitta o'rtasi polkali tayyorlaymiz. Bu arzon variant, nari xonamiz qimmat varianti bo'ladi. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda dushovoyga yo'l, o'rtada servant, eng chekkada taxmon bo'lyapti. Bu xona qimmat variantda, korobkali variantda. Xo'p, keyingi xonamizda ikkita shkaf, o'rta polkali. Bu xona arzon variantda bo'lyapti. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib bor. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Chustda, pansada biz. Xo'p, bu yerda nimalar bo'ldi? O'sha mayt eshik bor edi. Bu eshikka bemalol ikkita eshikni ochib o'tib ketiladigan joy bo'ldi. O'rta servant, eng chekkamiz taxmon, bu taraf qimmat variantda bo'lyapti bu xonamiz. Xo'p, keyingi xonamiz bu arzon variantda, o'sha ikkita chekkasi shkaf, o'rtasi polkali. Tepa patologiya shunday holatda qoldi, chunki egmadan yopib tashlash imkoni yo'q. Xo'p, rangimiz dub sasna. O'sha dub asnani, dub ankorlarga yaqin, o'shani sal sarg'ishga moyilroq sveti. Xo'p, narxi bu xonamiz 4.500.000 so'm, narigi xonamiz 5.500.000 so'm. Ikkala xonamiz 10 million so'mga tayyor bo'ldi.